Ikkinchi qism. Barchaning yarasi oiladir. Real hayotda bo'lgan voqea. Adham Amin Nemutlu. O'g'lim Ali. Ali sevgi to'la turmushimizning eng shirin, eng noyob mevasi edi. Bizdagi yagona farzand, ko'z nurimiz. Ammo afsuski sevgi bilan boshlangan turmushimizga hech guvoh bo'lmadi. Aksincha, Ali doimo bizning tortishuvlarimizning sukutli guvohi edi. Go'yo rafiqam ikkimiz bir-birimiz bilan emas, balki hayotning o'zi bilan bellashgandek yashardik. Ko'zlarimizga qarasangiz, faqatgina pul va yashash hirsiga to'la edi. Agar tenderda yuta olmasam, ichmasdan uyga kelmasdim. Rafiqam bir shartnomada muammoga duch kelsa yoki bir kichik detalni qoldirib ketsa, to'g'ridan to'g'ri menga tashlanardi. Sen qanday erkaksan? Aslida sen qanday ayolsan? Bu so'zlar uyimiz devorlariga osilgan eski rasmlardek edi. Har burchagida, har xonada ularning aks sadosi bor edi. Ali endi hammasini yodlab olgandi. Ba'zan tortishuvlarimiz shunaqangi shiddatli bo'lardiki, u yuragi titrab, xonasiga qochib ketardi. Ali aytadi: "Xonamga chiqishim bilan musiqani baland ovozda qo'yar edim. Go'yo musiqa tovushi dadam va oyimning janjal ovozini bosib ketar deb umid qilardim. Juda charchab ketgandim. Dadam oyimga, oyim esa dadamga baqiradi. Doim shu holat, doim shunday. Bu behuda rashklaringdan charchadim. Bo'lar bo'lmas qizg'anishlar." Hali men rashkchimanmi? Aslida sen meni oyog'imni bog'layapsan-ku. Kelishmovchiliklar doim ishga doir edi. Ikkalasi ham o'z sohasida muvaffaqiyatli ish insonlari edi. Oyim plastik ishlab chiqaradigan katta bir shirkatning bosh direktori bo'la turib, lekin hali ham muvaffaqiyatlardan qoniqmasdi. Ikkisining ham ko'zini pul va mansab ko'r qilgandi. Dunyoda ular uchun his qilinishi mumkin bo'lgan boshqa bir tuyg'u borligiga ishonmayman. Men bormi, yo'qmi, ularni qiziqtirmasdi. Ali uyga keldimi, Ali xonasidami, Alining qorni ochmi, Ali maktabda nima qildi, Ali tushkunlikdami? Bunday narsalarga hech ham qiziqishmasdi. Xonamdan shunday tezlik bilan chiqdimki, to'yib ketgandim. Bo'ldi, yetar, janjalingizdan to'yib ketdim. Men baqirishim bilan ikkisi ham g'azab va nafrat bilan menga qarashdi. Dadam, "Masala senga tegishli emas", deb do'q urdi. Chidab tura olmadim. Bu uyda o'zi qachon men masala bo'ldim? Men bu uyda bormanmi? Ikkingizdan ham nafratlanaman. Oyim asabiylashdi. Nafratmi? Biz nima qilmadik sen uchun? Bir kun pulsiz qolib ketdingmi, a? Nima xohlading, ayt. Men shunchaki jim turdim. So'ng yana javob berdim. Oyi, men istagan narsa pul emas, menga mehr kerak. Oyim baland-baland ovozda baqira boshladi. Nonko'r bo'lasan, Ali, nonko'r. Dadam ham oyimni tasdiqlayotgandi. Boshini qimirlatib gapirishni boshladi. Bir bolaga berilishi kerak bo'lgan hamma narsani berdik senga. Yeganing oldingda, yemaganing ketingda, ammo seni xursand qila olmadik, Ali. Men shivirlab shunday dedim. Meni tushunmayapsiz, dada. Seni tushunishimiz uchun nima qilishimiz kerak, Ali? Bizning ota-onalarimiz bizga nima qilishmadi, bilasanmi? Senga berilgan hech narsani biz bolaligimizda ko'rmadik. Meni tushunish uchun biroz vaqt ajratsalar edi, hamma narsa boshqacha bo'lishi mumkin edi. Lekin menga vaqt ajratishmadi. Bo'sh qolgan vaqtlarini bir-birlarini haqorat qilish bilan o'tkazishardi. Ha, juda badavlat oila edik. Ha, ulg'ayganimda o'sha men orzu qilgan sport mashinamga ega bo'laman. Ha, men xohlagan payt plastik kartam orqali istagan narsamni olishim mumkin edi. Ha, dadamning yaxtasiga chiqib sayr qilish, hovuzga tushib suzish men uchun oddiy hol edi. Ammo shu qadar ne'matlar ichida men hech qachon o'zimni baxtli his qilmaganman. Men juda yolg'iz edim. Dadam menga baqirayotganda yonimga Lili keldi. Lili mening itim edi. Bu dunyoda nima qilsam ham, kim bo'lsam ham meni shartsiz sevadigan yagona mavjudot u edi. Qachon dadam menga baqirsa, Lili xuddi o'sha kungidek xirillab, himoyaga o'tishga tayyorlanadi. Maqsadi meni qo'riqlash edi. Necha marotaba aytdim shu itni uyga kirgizma deb senga.
Dadam kuchuklardan nafratlanardi. Men bilmasam ham siz bu haqda avvalroq o'qidingiz do'stim. Lilini olgan kun menga tanla. Yo dadang, yo bu it deganda. Men esa vaqt o'tishi bilan ko'nikadi deb o'ylagandim. Ammo u hech qachon qabul qilmagandi. Lili esa juda shirin, aqlli bir kuchuk edi. Dadam mehrsiz ulg'aytirilgan inson edi. Shu sababli meni ham yaxshi ko'rmasdi. Xohlamayman, Ali, tushunsang-chi. Bu itni uyimizda xohlamayman, dedi bir kuni dadam. Bu it emas, ismi bor dada. Lili uning ismi, deb Lilini oldini oldim va yana xonamga qulflandim. Lili yagona dardkashim edi. Siqilganimda u bilan gaplashishni boshlardim. Tushunib his qilganlarimni u ham his qilayotgandek tushunardi menga. Sen ularga e'tibor berma. Sen meni dardkashimsan. Sening naqadar shirin va aqlli ekanligingni bilmaydilar. Sen mening do'stimsan. Menga go'yo tabassum qilgandek til chiqarishi hamma narsani unuttirar edi. Menimcha uyda o'zimni yaxshi his qildirgan faqatgina u edi. O'qishdan chiqqanimda uyga borishni xohlamasdim. Bir yo'la o'zimni chalg'itish usullarini qidirardim. Shunday kunlardan birida yonimga Suv keldi. Suv bizning maktabda o'qiydigan va doim maktabning ro'parasida yuradigan hammaga tanish Janning jiyani edi. Jan esa muammoli bola edi. Shunday aytayki, siz tushuning do'stim. Ko'zlarida hech qachon ishonch ko'rinmas, doim ichida nima bilandir kurashayotgandek edi. Suv esa yuzida doim kulgu, istarali bo'lib, ohangida esa qandaydir ishonch bor edi. Shunday bo'lsa ham, Suvga nisbatan hech ham isini olmayotgandim. Unga yaqinlashishimni to'sadigan bir narsalar bor edi unda. Yonimga kelganida har doimgidek samimiy ovozi bilan hol-ahvol so'radi. "Qalaysan, Ali?" dedi samimiyat bilan. "Yaxshiman, Suv. Sen qalaysan?" dedim kulib. "Biz nariroqdagi sayilgohda o'ynamoqchimiz. Sen ham kel." Biz degandi, lekin yonida hech kim yo'q edi. Mutlaqo uyga borishni istamayotgandim. Mehrsiz uyga borishdan ko'ra tashqarida aylanish mantiqliroq tuyulgandi menga. Taklifni qabul qilib ortiga tushdim. Biroz yurgandan keyin pastki ko'chadagi sayilgohga kelgandik. Sayilgohda bir nechta oilalar sayr qilib yurardi. Bolalar atrofda kezayotgandi. Suv menga qarab, "Qani, kimsasiz burchakni topaylik?" dedi kulib. Men ahamiyat bermay ortidan yurishda davom etdim. Bu kimsasiz degan joyning mening batamom kimsasizlikka ko'miladigan joyim bo'lishini aslo taxmin qila olmasdim. Johil va sevgisiz edim. Daraxtlar qadimlashgan sayilgohning o'rmonga bog'langan joyida bir daraxtning tagida o'tirdi va Suv cho'ntagidan rangli bir paketni chiqarib menga uzatdi. "Nima bu?" deb so'radim shubhalanib. "Oldinda hech sinab ko'rmaganmisan? Qanday qilib axir?" Suv menga hayratlanib qarar edi, lekin men undan hayratlanarli bir holatda edim. "Yosh bo'lamisan, Ali?" dedi va paketni ochib ichidan shpris va oq bir nimalar chiqardi. Taajjublanib unga qarayotganimni payqaganidan so'ng, "Qara, Ali, senga vaziyatni tushuntiraman. Sen ham mendeksan. Oilangdan qochish uchun hamma narsani qilishing mumkin. Hatto qilgansan ham. Xuddi meni aldayotgandaysan." Tushunmadim. "Bu nima?" deb yana so'radim hayratlanib. "Juda rohatlantiradigan va baxtiyor qiladigan narsa. Avval bunday baxtli bo'lmaganingni his qilasan va menga rahmat aytasan. Hatto bizning Tayfun ham ishlatadi. Kichkinagina narsa. Qo'lingdan igna bilan yuborasan. Dunyolar seniki bo'ladi", dedi mug'ambirona jilmayib. "Zararli emasmi?" dedim shubhalanib hayratimni yashira olmay. "Doimiy ishlatsang zararli, lekin bizga o'xshab oyda, yilda bir ishlatasan." Tayfunning foydalanishiga hayron qolgandim. Tayfun ham ishlatadi demak. Tayfun, Alper, Eren hamma ishlatadi. Hazillashyapsanmi? O'zingni xuddi bilmagandekka solasan. Biroz fikrlarimiz ostin-ustin bo'ladi. Bo'ldi. "Yo'q, men istamayman."
Mayli, o'zing bilasan, Ali. Senga yaxshilik qilish ham xato. Shunchaki baxtiyor bo'lasan. Bizga baxtli bo'lish harom, shundaymi? To'g'ri, haqlisan. Yo'q, men unday emas. Mening dedim-u, gapimni tugata olmadim. Nima sening? Ishlaring bormi, Ali? Uyga borib dars qilasanmi? Yo dadang kutyaptimi? Molga o'xshaysan. Doim dars. Uyga kech borsang jazolanasanmi nima? Uyda meni kutgan yo'q. Dadam yoki oyim meni kutmas edi. Uyga kech borsam ham muammo bo'lmasdi. Kelish-ketishimdan xabarlari ham yo'q edi. Men o'zimni anglamagan, mehrsiz va johil edim. Laqqa tushdim. Qanday ishlataman? Dedim bir jasorat bilan. Ana endi o'zingga kelding. Jasur ekansan, qoyil. O'sha kuni narkotik bilan tanishdim. Jgut, shpris va modda. Undan keyin nima bo'lganini eslolmayman. O'zimni bir muddat baxtiyor his qilganim esimda. Bulutlar bor edi atrofimda. Go'yoki uchayotgandim. Oyim va dadamning janjallari endi meni qiziqtirmas. Barcha siqilishlarim ortda qolgan edi. Topshiriq, dars, hamma narsa tugagandek go'yo. Aslida bitgan mening hayotim edi. Buni bilmasdim. Dunyoda eng yomon jasorat johilning jasoratidir. 5 oydan so'ng. Bir marotaba ishlataman degan narkotik moddani 4-5 oydan buyon ishlatayotgan edim. Ustiga ustak unga o'rganib qolgandim. Inqirozlar boshlangandi. Kechalari terlashlar, kunduzlari uvushishlar. Ko'zlarim ko'kargandi. Badanimda sirg'ayishlar ko'paydi. Qo'limda izlar. Sevgisizlikning izlarini esa qalbimda tashishda davom etyapman. Tomirlarim rangini o'zgartirganini ham ko'ra olyapman. Suv o'sha og'u bo'lgan narkotik moddani bir marotaba ishlatish bezarar ekanligini aytgandi, ammo bir marotabadan keyin o'rganib qolarkan odam. Har safar totayotgan rohatlanish hissim meni o'ziga qaram qilgandi. Afsuski, bu dunyoda meni bu moddadek baxtiyor qila oladigan narsa yo'qdek tuyulardi. Kamroq ovqatlanayotgandim, ko'proq suv ichayotgandim, ozib ketayotgandim. Bu voqealar sodir bo'layotganda oyim va dadam hech narsani payqashmagandi, bilasizmi? Ali qayerda, kim bilan, nima qilyapti kabi savollar yo'q edi xayollarida. Zotan hech bo'lmaganda ham. Aksincha, arvohdek uyga kirib chiqishimni yoqtirishardi. Chunki ular faqatgina mansab va pul muhim edi, qolgani safsata. Uyga bormagan tunlarim bo'lardi. Bir marotaba o'sha moddaning ta'siri ostida bir sayilgohning burchagida uxlab qolgandim. To'g'rirog'i, hushimni yo'qotgandim. Moddani ishlatganimda juda baxtiyor edim, lekin yo'qligida dunyoning eng baxtsiz insoni edim. Hatto g'azab xurujlarini boshdan kechirayotgandim. Navbat bilan yashashga o'xshardi do'stim. Oila sevgisidan shikoyat qilib aldangan vaqtlarim tez-tez esimga tushadi. Naqadar johil va ahmoq ekanman. Ortga qaytish imkonsiz bo'lgan bir yo'lga kirganimni payqamagan edim. Bechoraga aylandim. Maktab, dars endi muhim emas. U haqda o'ylamay qo'ygan edim. Yagona qiladigan ishim maktabdan qochib doim suvni topishga harakat qilish edi. Ba'zan sayilgohda, ba'zan kafeda bir amallab topardim. Men tezda mol olishim kerak, suv, yordam qil. Pul olib keldingmi? Qancha kerak? Boshda arzon bo'lgan moddani endi qimmatga sotishni boshlashgandi. Chunki ularning to'riga tushgandim. O'sha kuni yonimda pul yo'q edi va kutishga chiday olmasdim. Zudlik bilan tomirimga narkotik moddani urishim kerak edi. Qo'limdan soatimni yechib unga uzatdim. Yetadimi? Suv qoniqmagandi. Bilmayman, bunday ketmaydi. Keyingi safar naqd pul olib kel. Soatning narxi u so'rayotgandan 10 barobar qimmat bo'lishiga qaramay, mamnun bo'la olmayotgandi. So'nggi paytlarda shunday muomala boshlangandi. Aslida o'sha soatni dadam menga 15 yoshimda sovg'a qilgandi. Bemehrlikning badali sifatida olgan sovg'asi men uchun qadrsiz edi.
Berib yubordim xolos. Zotan mening xursandchiligim uning evaziga keladigan modda edi. Badanim yengillashar, miyam rohatlanardi. Suv bilan burchakka o'tdik. Endi yagona do'stim u edi. Lili haqida o'ylamayotgan ham edim. Aynan o'sha paytda Lili bizni berkingan burchagimizdan topib olgandi. "Sen meni qanday topding, Lili?" dedim hayratomuz ohangda. "Albatta topadi. Sening isingni biladi. Bunga qara, qanday chiroyli, qanday shirin it, ustiga ustak aqlli, egasini topib keldi", deb oraga kirdi suv. "Egasi emas, do'stiman", demadim. Lilini erkalagani vaqtim yo'q edi. Jahl bilan suvga qarab baqirdim. "Qani, la'natlangan o'sha narkotik moddangni qila qolsang-chi?" Hushimni yo'qotmasimdan Lili meni yalayotganda faqatgina uni his qildim va bilganingizdek intiho do'stim. Bilmadim, necha soatdan keyin Lilining akillash ovoziga uyg'onib, uyga boradigan yo'lni topdim. Endi kunlar bir maromda o'tayotganda, modda ortidan yugur, hushingdan ket va keyin turib, seni hech kim kutmaydigan uyingga bor. O'tkinchi xursandchilik daraxtdan to'kilgan bargga o'xshaydi. Sen bargni o'ylab yashasang, uchib ketadi va daraxt ekanligingni unutasan. Endi o'qishga aslo diqqatimni jamlay olmayotgandim. Qisqasi qaram bo'lib qolgandim. Birgina dardim suvni topish va moddaga erishish edi. Miyam xuddi qaynayotgan qozondek alangalanar, fikrim chalkash, ko'zlarim xira edi. Maktabda tushlik tarqatilayotganda tezda qochib qolardim. Shunda ham ishtaham yo'qolgandi. Vazn yo'qotishim kundan kunga oshayotgandi. Yanoqlarim kirib ketgan, ko'zlarim o'lik baliqdek bema'no va hissiz boqar edi. Xuddi qovurg'alarim sanalishni boshlagandi. Bilaklarim ingichkalashgan, bo'ynim badanimga nisbatan kichik edi. Baribir hamma narsaga beparvo edim. Pul topib, suvdan narkotik moddani olib, rohatlanishim kerak edi. Oldimdan chiqqan birinchi taksiga o'tirib, tezda uyga jo'nadim. Juda ko'p pul kerak edi. Juda ham ko'p. Soatimni berganimdek, telefonimni ham suvga bergandim. Lekin dadam va oyim hali ham buni payqashmagan edi. O'g'illarining telefoniga 4-5 kundan beri bog'lanib bo'lmaydi. Ammo ularning parvolari falak. Bu vaziyat meni modda beradigan rohatlanishga yanada turtki bo'layotgandi. Bir muddat dadamning tortmasdan pul o'g'irlashni ham boshlagandim. Oyimning shkafda saqlaydigan kumushlari, uyda tarixiy hisoblanadigan narsalarni, qisqasi, nima topsam hammasini modda olish uchun ishlatayotgandim. Lekin bu mablag'lar yetmayotgandi. Ko'proq pul topishim kerak edi. Uyga kirdim va hamma yerni qidirishga tushdim. Qayerda pul bo'lishi mumkin? Tortmalarni uyni ostin-ustun qilib tashladim. Shundan so'ng esimga oyimning tilla gardonlari tushdi. Ular mo'maygina pul edi. Yotoqxonaga kirib, gardonlarni olib cho'ntagimga soldim. Gardonlarning qutisini qanday olgan bo'lsam, shunday qo'yib qo'ydim. Uyni esa yig'ishtirib qo'ydim. Bularning barchasi muhim emas edi. Muhimi mening rohatlanishim edi. Buni johillik deydilar. Chuqurlashib ketyapmiz. Bir o'limga tutinib, hayotni unutyapmiz. Avvallari xonamga qamalib olib, baxtni his qilardim. Hozir esa xonamga kirishni ham istamayapman. Bu la'nati narkotik modda meni butunlay asir olgandi. Lili uydan chiqayotganimda ortimga tushgandi. Moddani olmaganim uchun juda jahlim chiqib, Liliga baqirishni boshladim. Yo'qchilikni boshdan kechirayotgandim. Oldinlari mehr yo'qchiligini boshdan kechirardim. Lekin qalbim chidashga urinardi. Yo'qchilikning moddiy shakliga esa vujudim dosh bera olmayotgandi. Yo'l chetidan o'tayotgan odamlarga ham toqatim yo'q edi. Yagona istagim suvni topib, moddaga yetishish edi. Saylgohga bordim. U yerda yo'q. Kafega bordim. U yerda ham yo'q. Lili esa haliyam ortimda edi. Bu suv qayerga ketdi? Aqldan ozayotgandim. Ko'zlarim alanga olayotgandi. Yo'ldan o'tgan, menga qaragan insonlarni mazax qilgim kelayotgandi. Badanimdan soch ildizlarimdan tortib, oyoqlarimning uchigacha davom etgan, tugamagan bir og'riq bor edi.
Og'zimda badbo'y bir ta'm, qo'llarim titrardi. Miyamda nimalardir sanchayotgandi. Va nihoyat suvni topdim. Cho'ntagimdan gardonni olib berganimda juda xursand bo'lib ketdi. Ko'zlari porlab ketganini payqadim. Senga biroz ko'proq beraman. Barakalla, dedi. Kimsasiz bir burchakdagi inshootlardan biriga kirdik. Zudlik bilan qilishim kerak bo'lgan ishni qildim. Ko'zlarimdagi og'riq ketdi. Badanim rohatlandi. Qo'llarimdagi titrash bosildi. Og'zimdagi achchiq ta'm yo'qoldi. Yana baxtiyor bo'lgandim, do'stim. Endi men narkotikka qaram edim. Balki o'limim shu sababdan bo'lishi mumkin. Buni his qilayotgandim. Zotan yashashni bir ma'nosi qolmagandi. Endi ko'proq modda topib rohatlanishdan boshqa bir maqsadim qolmagandi. Necha soat o'tib hushimga kelganimni bilmayman, lekin Lili yonimda edi. G'amgin ko'zlari bilan menga qarayotgandi. Hamma narsani his qilayotgandi. Biroq menga farqi yo'q edi. Lilini olib uyga bordim. Oyim uyda telefonda kim bilandir qizg'in gaplashayotgani uchun har doimgidek kelganimni sezmadi ham. Har doimgidek ish bilan band. Telefonda doimiy oldi-sotdilar. Bu meni mutlaqo qiziqtirmasdi. Chunki bugun men qayta baxtli bo'lgandim. Biror nima yeyish uchun oshxonaga o'tdim. Oyim ortimdan keldi. Ko'proq yeyishing kerak, Ali. Ozib ketyapsan borgan sari, dedi go'yo mehribonlik ko'rsatgandek. Ishtaham yo'q, oyi, dedim beparvo. Imtihon tashvishlaridan bo'lishi mumkin. Sen yeyishga harakat qil. Sendekligimda men ham tashvishlanardim, dedi mehribonchiligi samimiy emasdi. Xo'p, yeyman, oyi. Bu oxirgi gapim meni tinch qo'ying degan ma'noni bildiradi. Baraka topsinlar, allaqachon chiqib ketgandilar. Har doimgidek tushunmadi. Qachon tushunishdiki? Xonamga kirib, biroz uxlab olmoqchi edim. Ichkaridan ovozlar kelishni boshladi. Shirkatning hisobidan pul olmayman. Albatta, sizning shirkatingiz, sizning pulingiz. Yordam bersangiz o'lib qolasiz. Yana pul uchun uyda janjal boshlangandi. Oyim dadamdan pul so'rayotgandi. Dadam esa bermayotgandi. Xuddi avvallari dadam so'raganida oyim bermaganidek. Janjal emas, hisoblashishayotgandi. Ammo bu janjallar meni qiziqtirmaydi. Endi bezovta ham bo'lmayman. Ertasi kuni yana suvni topishni boshlab yuborgandim. Har bir ko'chani, har bir sayilgohni, har bir binoni birma-bir qidirib, bilmagan joylarimga kirib chiqayotgandim. Titrashim kuchayganda, badanim harakatlanishga ham qiynalayotganda, butun badanimda qaqshash boshlangandi. Bilasizmi, do'stim, hatto quyoshga ham toqatim yo'q edi. Yorug'lik xohlamayotgandim. Ilgarilari tashqi ko'rinishimdan mamnun edim. Endi u ham yo'qolgandi. Badanimga qizil, jirkanch dog'lar tushishni boshlagandi. O'zimdan irganishimga sabab bo'layotgandi. Ammo shundayin bir chuqurga tushgan edimki, qutula olmayotgandim. Endi suvni topish kun sayin qiyinlashayotgandi. Buning sababi o'sha la'nati moddaning yo'qligiga chidash yanada qiyinlashayotganidanmi yoki haqiqatan ham uni topish qiyinlashayotganmidi? Rosti bilmayman. Soatlab ketgan qidiruvning oxirida nihoyat uni topdim. Suv, bu safar ko'proq ber, dedim yalingan namo. Pul olib keldingmi, Ali? Sen bunga javob ber, dedi suv bepisand qarab. Qanday pul? O'tgan safar bergan gardoning evaziga 100 marotaba mol olishga yetadi, dedim jahl bilan. Xafa bo'lmaysan, Ali, u bir marotabalik edi. Pul bo'lmasa mol ham yo'q. Qanday? Nimalar deyapsan sen? Bir marotabalik ber. Pulim yo'q. Suv, yolvoraman. Boshqa so'ramayman, va'da beraman. Endi rostakamiga yalinishga tushayotgandim. Sen bog'lanib qolgansan, Ali. Yana so'rashingni ikkimiz ham yaxshi bilamiz. Meni tinch qo'y, yo'lingdan qolma. Va'da beraman, Suv. Ham biz do'st emasmizmi? Bu safar iltimos, boshqa senga yanada qimmatroq narsa olib kelaman. Ko'zlaringga ishonmay qolasan. Sen bersang bo'ldi, deb jon-jahdim bilan uni ishontirishga urinardim. Nima olib kelasan?
dedi qat'iy ohangda. Oyimning yerida qimmatroq taqinchoqlari bor. Xavotirlanma, o'g'irlab olib kelaman. Hozir buning nima ahamiyati bor? Hozir mening xursandchiligim muhim, do'stligimiz muhim. Alahsirama Ali, nima olib kelasan dedim. Uzuk yoki zirak, nima xohlasang. O'tgan safar olib kelgan gardoning yaxshi narxga ketdi. Yana unga o'xshash narsa olib kelishing kerak. Xo'p, istaganingni qilaman, Suv. Shunday bo'lsin. Yo'lga tush, aqlli bola. Suv bilan tezda sayilgohning kimsasiz nuqtasiga qarab yo'naldik. Men o'sha narkotik moddaga bog'lanib qolgandim. Suv ham bog'lanib qolgandi. Molni tayyorlayotganda qachondan beri qiziqayotgan narsani undan so'radim. Sen qanday topasan? Men topaman. Sen meni hali tanimading. Uni aytmayapman. Molni olishga pulni qayerdan topasan? Ha, oldi sotdi qilaman. Buning evaziga menga tekinga berishadi. Qanday qilib? Dedim hayratlanib. Pastki ko'chadagi guruh bilan ishlayman. Ulardan mol olaman, o'qishdagilarga sotaman. Birgina sen qaram emassan, Ali, dedi ko'zlari sovuq chaqnab. Bu juda oson mol topish yo'li edi. Hech o'ylab o'tirmay, men ham qilishni xohladim. Men ham buni qila olamanmi? Dedim, go'yo menga bir ilinj edi. Guruh bilan gaplashib ko'raman. Menimcha seni qabul qilishadi. Ishonarli bo'lasan, qaramsan va eng muhimi maktab o'quvchisi bo'lganing uchun o'zingga diqqat qaratmaysan, dedi u qandaydir sirli jilmayish bilan. Qo'limga ignani sanchdim va soxta baxt diyoriga ravona bo'ldim. Bu yo'lda faqatgina guruhga kirib pul topish dardim bo'lmasligini, istaganimda o'sha la'nati moddani qo'lga kiritib baxtiyor bo'lishim mumkinligini o'ylayotgandim. Shunday qilib, moddaga erishishdagi xotirjamlik yanada ortganda, endi mendanda baxtlisi yo'q deb o'ylayotgandim. Bugun o'zini aldagan inson ertaga ko'zguda o'ziga qaray olmaydigan holga keladi. Barchaning yarasi oiladir. Real hayotda bo'lgan voqea. Adham Amin Nemutlo. 2-qism tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.